Bahrom. Sen o'ylab ish tut. Sen bilan bunday gaplashishga haqqim yo'q. Lekin qilayotgan ishingga befarq qaramayman. Bilib qo'y. Sen jinoyatchi emassan. Nimaga? Hamma ishni bo'yningga olib ketaverasan. Tezroq sud bo'la qolsa edi. Juda charchadim. Shoshayotgan bo'lsak bo'lib qoladi. Tergovchi do'sting ishingga boplab nuqta qo'yibdi. Men bu jinoyatlarni qilganman. Aybim beiqrorman. Ki yaxshisi turma boshlig'i emas, bir yaqining sifatida gaplashaylik. Sen o'ylaganchalik oson emas bu ish. Naqara bir ahmoq, vijdonsiz o'rtog'ingga achchiq qilib, ota-onangni, ukalaringni, qon qarindoshlaringni kuydirib, g'am g'ussiga ko'mib ketaverasanmi? Nahotki ularga joning achimasa, qolaversa sen bir o'zing emas, ularni ham o'ylashing kerak-ku. Sudda sen to'g'risini ayt. Hech bo'lmasa o'lim jazosini almashtirishar. Keyin u yog'iga xudo poshsho. O'rtoq nachalnik. Qisht qolipdan ko'chgan. Buni mendan ko'ra o'zingiz yaxshi bilasiz. Menga endi Erkin aka deb murojaat qilaver. Erkin aka. O'sha sudiylaringizni hammasi raykomning yurdaklari. Bu ishni orqasida raykomni o'zi turibdi. Menga qo'yilgan qotillik aybini kim qilganini ham eslayapman. Sobirovni bir eslab ko'ring-ya. U kishi raykomda eng toza, halol ishlaydigan xodimlardan edi. Bir kuni Sobirovni do'pposlab, mayib qilishni iltimos qilishdi. Evaziga pul ham va'da qilishdi. Lekin bu ishni men qilmadim. Shaharda yana bir guruh bor. Sobirovni ana o'shalar o'ldirishgan. Bahrombek. Men oblast prokuroriga aytaman hamma gaplarni. Sen mana shu menga aytgan gaplarni unga ayta olasanmi? Ha? Menga Nargiza Hakimova degan oqlovchini juda yaxshi ishlayapti deyishdi. Qancha ishlarni tayyor etibdi. Negadir ko'rishishdan voz kechayotgan emassan. Bunday qilmagin. U bilan uchrashsam? Yo'q, Erkin aka, aslo. Shu ahvolda yaxshisi siz bilan uchrashishni istamayapti deb qo'ying. Muncha o'jar bo'lmasang-a. Oralaringda bir gap borga o'xshaydi. Qaytaga yaxshi emasmi? Haligi u qiz senga tekinga advokatlik qilsa, ota-onang sarf xarajatdan qutulgan bo'lardi. O'sha senga tuhmat qilgan qiz tilxat yozib beribdi. Bu ham oqlovchining ishi.
Erkin aka. Bu qiz meni yaxshi ko'radi. Men ham uni yaxshi ko'raman. U bilan baxtli bo'lishni orzu qilgan edim. Ming afsus. Nasib qilmagan ekan. Erkin aka, o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz ham yosh bo'lgansiz, yaxshi ko'rgansiz. Erta-indin otilib ketadigan odam bo'lsam, endigina sovib borayotgan u bechoraning ko'nglini yana yondirsam, axir bu qandoq bo'ldi? Insofdanmi axir? Men-ku mayli. Otilib ketaveraman. Lekin unga qiyin bo'ladi. Ne qara? Bu sendeki qat'iyat, dadillik. Qani? Ha? Bir pasda taslim bo'la qolding? Axir sen o'zingga ishonib yashaydiganlar toifasidan eding-ku. Bahrombek, sen o'zingni qo'lga ol. Kurash. Shuni bilki, sen bir o'zing emassan.